Qo'shilishdi. Yo'qki mana bunday. Assalomu alaykum hamma. Mana boshqa gap, qo'llarni ko'rmoqdamiz. Juda ham ko'p qo'llar. Yaxshimisizlar, kayfiyatlar zo'rmi? Ana, oz muddat o'tirib yana sizlar bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Qancha bo'ldi ko'rishmaganimizga? Oldingi konsertlarga kirganlar bormi? Mana shular bilan 6 oy bo'ldi ko'rishganimizga. Birinchi marta kirayotganlar bormi? Yaxshimisizlar? Tanishgandan xursandman. Hurmat bilan Beyrom guruhi. Keyingi taronaga ayslar, butun qo'shiq so'zlarini mana shu ekranlardan taqdim etsakda birga kuylasak, nima deysizlar? Konsertda o'zini yig'lagisi kelsa faqat menga to'kiydi. Tak nechasizlar lekin. Mayli, birgalashib gruppovoy yig'laymiz. Gruppovoy xo'rsinamiz. Lekin ko'rdingmi, hozir Benom guruhi ko'ziga ko'rsatamiz deb kelishgan-a? Aniq bugun hamma shu san'at shunaqa. Lekin rostdan ham zo'r kuylashdi. Men o'yladim, xor tarsida o'tiribmizmi deb. Bizdan zo'r kuylashdi. Qanday go'zal. O'xshatib. Endi telefoningizda chizasiz o'zini. Bo'ldi, ketmadi. Ko'rsatma bizlarimiz. Ko'rsatsan. Endi rasm chizamiz. O'zingiz tushunsiz. Voy, o'xshatib. Faqat biz bor. Sal. Buni xo'p. O'tib bering, qanday go'zal rahmat. Qanday yaxshilikda ko'rishdik. Selfie tushirish bo'yicha jahon chempioni Komil Fozilov hozir bizni selfiega ushadi. Kulib turing, Selfie deb videoni berib qo'ysa. Chesplash, ham ket. Kulamiz. Sal yorib ket. Ana shunday ket.
eslatib turadilar. O'shalar aytadilar, faqat konsert berganinglarda yomon ko'p gapirasizlar. Shundaymi, ko'p gapiramizmi? Yo'q, gapiraveraylikmi? Qo'shiqlar tugadi, gapga o'tamiz. Qaraysizlar. Qog'il bilan qanday qilib tanishganligini beraymi? Ha? Siz bilasiz. Qolganlarchi? Qanaqa qilib tanishganligini beraymi? Tasavvur qilinglar, bitta qiz ikkalamiz sevganmiz. Ha, tezliklar ana Telegramda bormi skurs? Bir yarimga qo'yib, xullas Komil yangi o'quvchi bo'lib kelgan, u qizga gap o'tgandan so'ng menga buni xabardor qilishgan va men Komilni chaqirganman. Nega u qizga gap otding desam, Komil men she'r yozaman degan va men qo'shiq yozaman deganman va biz ko'p bo'lganmiz. Uni sevdik ekan. Musiqachilarimizni bizga bo'lgan surprizi bo'lsa kerak. Kutilmaganda o'sha kecha konsertning birinchi kunida sozandalarimiz chalib qo'yishdi. Xuddi go'yoki bir ayta olasizlarmi degandek qilib chalishdi. Agar aytmasak yaxshi bo'lmasdi. Shuning uchun aytdik, xalqqa yoqdi, bugun ham keyin qaytarishga qaror qildik.
yetmadimmi yo baxtli yetmadimmi javob ber ishonib yuragimni qo'liga tutmadimmi javob ber xatoyim seni sevib umid bor tutganimmi javob ber Bizga kerakli narsalarni olib chiqinglar. Bu sizga esdalik. Qanday go'zal. Harsinglar bo'lsin mana shu bizga. Juda ham chiroyli qilib chizibsiz. Iosiz jamoasiga bitta qarsaklar bo'lsin sizlar. Menimcha esliklar chiqib qolishi o'sha uchun cho'zishga majbur bo'ldik. Bu yerda haliga oq rayonlar bo'lishi kerak. Qanday go'zal. Komil sanam fursatdan foydalangan holda dumingni bersan bo'ladi. Qaniydi? Lekin savol, kimga beradigansan? Kim oladi yo? Shu kunini yo, men olaman, shu kunini yo. Ana, sirazu paydo bo'ldi, oladigan odaman. Qanday go'zal. Mavdaxon hikmat va qarsakiylar bo'lsin, mayslar. Bitta qarsakiylar bo'lsin. To'xta. Mavdaxon qayting endi. Buni bermaymiz. Komil domini sizga beradi. Qanday go'zal. Qarsakiylar bo'lsin. Mavdaxon hikmatova. Yuragingiz yomon og'ribdi. Og'riydi yurak. Og'riydi yurak deyaptilar. Men qo'rqib ketdim, haqiqatan yuragingiz og'riyapti ekan. O'rtoqlar, texnik nosozlik. Nima bo'lyapti? So'rab ko'rmoqchiman. Endi anaqamizda yo'q-da, bu ssenariyimizda yo'q qo'shiq so'rayapsiz. Ssenariyda bo'ladimi, bo'lmaydimi? Aytasan hozir. Chunki million jamoasi shunaqa bo'ladi biringlar. Aytasan hozir shu. Aytasan hozir. Qo'sh so'zdan bilsang bilmasang aytasan, berasan. Chunki men muxlislarni aytganini qilmasam xafa bo'laman. Naqadar yurak sog'inib seni bo'lib bilmasang kerak. Sezmasang kerak. Ko'z yoshdan bo'lib barchasi so'nib tugat bo'lib kelmaysan so'rab. Og'riydi yurak naqadar sevgimni bugun qilib yasam yurasan shadon ko'rasan shadon hammasi tamom deymanu lekin unutishga topmayman imkon yo'q bo'lgan imkon. To'yda kelinlar nom otishadimi? Shunaqa qilaman-da, hech kim xafa bo'lmaydi. Urush bo'lib shunaqa odamlarni o'zim tomondan chiqasan bo'ldi. Qizlar o'rtasida chanqal bo'lmasin dedi. Endi savol tarafga berib, ikki tarafga bermasam xafa bo'ladi. Bo'ldi, mana shu qiz turmushga chiqib ketgan bo'lsa, baxtli bo'ling, chiqmagan bo'lsa turmushga chiqing. Adashganmi? Senga balki ko'ngil berib adashganmi? Aybdor senmi yoki bu yuragimmi? Yo sen kutgandek mehr berolmadimmi? Adashdimmi? Adashdimmi? Senga balki ko'ngil berib adashdimmi? Aybdor senmi
muxlislar yangi, muxlislarni mehri boshqacha. Har doimgidek juda zo'r. Muxlislar, yangi muxlis bo'lishiga qaramasdan, mana hozir agar guvohi bo'lgan bo'lsangiz so'radik. Birinchi marta tushayotganlar bormi, oranglarda deb so'raganimizda, deyarli 50% yangi muxlislar. Biz bundan juda ham xursandmiz. Bugun shunday bo'ldi. Bugun shunday. Kecha ko'p edi. O'shanga nima deydi, keyingi muxlislarimiz ham shunaqa biz bilan xuddi har doim birga kuylab yurgandek kuylagani biz uchun bu har doim baxt. Qayg'uli kunlarda ham, sokin kechalarda ham yoningdaman deb ayta olishdadir.